أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما آدابه فهو أن يتأهب للصلاة قبل دخول الوقت، وأن يجلس للاستنجاء إلى يمين القبلة أو إلى يسارها منفرجا إلا أن يكون صائما، وأن يغسل مخرج النجاسة إذا لم تتجاوز مخرجها. أما إذا جاوزت مخرجها ولم تكن قدر الدرهم فغسله سنة değil. وأما taharetninki adab ahlakı. O adab ahlakı şudur ki tayyorliqsin o talab almoqchi bo'lgan odam namoz uchun vaqt kirishninki oldida tayyorlik qilsin degandi. Endi biz ana biz endi Munyatul Musalli va G'unyatul Mubtadi degan kitobni o'qiyapmiz. Muhammad Qashqariy degan bizning vatandan chiqqan bir olim. Mana bundan 700 yil burun o'tgan bir olim. Buning tarjimasini kitobniki darsimizning 5ida dedik. Endi oldingi darsimizda mana bu namozni men tahoratniki nima uchun oldiganligimizning o'zida bir muncha muqaddima so'zlab oxidan tahoratning ustiga kelgan. Tahoratniki farzlari va vojiblari va odoblari va anadikin manhi nimalari va degan. Oldingi darsimizda tahoratniki men farz qancha, undan keyin tahoratniki sunnati u qancha, qanday qilsak u tahoratni sunnatdan olgan bo'lamiz. Mana buniki ustida to'xtaldik. Endi shu tahorat bilan shu g'uslniki har birisiniki mushundaq farz, sunnat, odob, manohi bor degandan keyin biz ham oldingi darsda kichik tahoratdan boshlab tahoratni sug'ra deydani. Buni boshlab endi buniki farz va sunnatni tugatdik. Undan keyin odob va degan tahoratniki elishniki o'zini. U yerda odobniki ma'nosi dedik. Odobun degan gapning o'zi bu jam'iy bo'lib, uniki mufridi adabun. Adabun odobun olur. Asli odobun asli nima? Adobun. Adobun bo'lgandan keyin af'alun asli keladi. O nimishqa odob deymiz desa, chunki oyatga hamsining o'zini ilib qilib qo'yamiz. Adab. Şu adabun. Şu deymiz. Adab degan nima bo'lsa, adab degan chiroyli, güzel. Nima bo'lgan bo'ladi? Bir ish bo'lgan bo'ladi. Masalan, adab axloq deymiz ya. Majab adam adabli adam degan gapning o'zi men arab tilidan bizniki Uyg'ur tiliga kirgan umumlashib ketgan nima o bir gap. Bu nima gap? Hammadan bildi. Adabli qilay deymiz. Nima degan gap? Axloq qo'l, obdan, chiroyli, güzel harakatında hamma ishondan güzel, chiroyligini çok degan gap bo'ldi. Endi mayadiki adabun, adabunning jamisi bo'lgan shu tahoratni nimalari, odoblarniki ustida to'xtalamiz deydi. Endi tahoratning zodi uni farzini cho't dedik. Uni qilmish qat'iy bo'lmaydi. Tahorat bo'lmaydi. Unidagi sunnatni dedik. Sunnatni tahorat sunnati ma'mama dedik. U sunnatning o'zida payg'ambar alayhisolatu vassalamniki sunnati degan e'tibordan shunda qilmasaqchi bo'lmaydi. Ammo shu tahoratning o'zini tahorat bo'lish e'tiboridan u sunnatniki biroz qilib qolsa tahorat bo'ladi. Chunki u tahoratni vujudga chiqargan mohiyat nima? To'rt. Unda o'ldiki bu nima bo'ldi? Asli tahoratniki farz bilan sunnatni qilsak komil mukammal to'g'ri bo'ldi. Ammo buni texnik go'zallashtirsam bo'ldi. Ha ikkinchi odamning o'zi qarab hayron qolib mushundaq go'zal bo'lsa bo'ldi desak anadan bu nima bo'ladi? O go'zallik bo'ladi. Bu uningdan keyingi masalalar bo'ladi. Bu odat degan nima? O yuqori farz sunnat qilib bo'lgandan keyin anadan bu ushq necha qilamiz. U yani uni ushq yani go'zallashtirish. Har qanday narsa go'zallashtirish degan gap u bir narsaniki asos mohiyat emas. U nima? U narsaniki xorijiy, tashqidagi bir narsa. Nima tashqi bir narsa? Masalan, bir narsaning go'zal bo'lishi, sat bo'lishi degan gap bir narsaga asos mohiyat desak, u narsaning o'zi agar go'zal bo'lmasa, u narsa bo'lmasi kerak. Undan narsa bo'lmasi kerak. Lekin amaliyotda u go'zal bo'lmasa, har sat narsa shundaymiz. Inson, kala, qo'y, yemak, ichmak, kiyim-kechak. Hech qanday vaqtimizda bu sat bu go'zal bo'lmagan satning o'zi unday emas demaydi. Nima u?
Harici yani mantık ilimida arzi şu deydi. Yani arzi degan gap uniki ichidagi mohiyat kelima sirtqi narsa degan gap. Unda bo'lgan tövende biz taharetninki üstü toxtulgan men ma naskar adab degan gapning o'zi taharetni aş bo'yicha qilsak na güzelleştirgan bo'ladi. Texim yaxshi qilamiz. Nima uchun bunday deymiz? Chunki bizning islom dinimizda mana aş ishni qilib bo'lgandan keyin har qanday ishninki o'zida go'zallik qilish nima qiladi? Targ'ib qiladi. Bu Kur'an-ı Kerim'de ben Allah Teala bir qancha yer nima qiladi? Va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Yine Allah Teala yine innalloha ma'al muhsinin degan nima oyatlar bor. Mana güzel ish qilsa, güzellik qilinglar. Güzellik qilsang Allah Teala sizlar bilan birga. Yine nima qiling deydi? Allah Teala mana nimani yaxshi ko'rdi? Güzel ish qilganlarni uchun yaxshi ko'rdi dedi. Güzel qilganlarni qo'llovchida bunday emas. Bizniki muşu İslami nemi taraftan işini kıldıganlar resmi kim ve güzel vay digidek unda bir işini kılmayın. Bu bizdeki Uygur halkımız ve ayallarımız içinde bir işini kısa da koyduğun. Yani bu konu içini koyduğun bir iş yok. Bu iş kanına adam yaramaydı. İş olmaydı. Bu işin vücut geliş için nersin taz çırayla olsa ama dünyadaki ben hem nasıl karap bakayla ne ayağı yakşı, maşın yakşı bile. Ay taşkı körünüşü karap açta nima qiladi dunyoning o'zida nima bu pul hozir uniki asli emas uniki g'azini pul shundoq endi bu tahorat deganniki odobi degan shu bo'ladi unda bo'ladi ammo u tahoratniki odoblari past u odob shuki tayyorlik qilgan u odam namoz uchun namozniki vaqti kirishdan burun nima qilish kerak mana namozning vaqti kirishdan burun tayyorlik qilish kerak tayyorlik qilsa ucha qanday bo'ladi vaqt kelib qolganda orada chatoq chiqsa uni qayta tuzab meni bundoq shu qoladi men bu e'tibor bilan buni nima qilish kerak tayyorlik qilish kerak bu tayyorlik men har qanday ibodatni o'zida shuningdek alloh taolo qur'oni karimda jihod to'g'risida dedi vaaddu lahum mastatatu min quwwatin dedi ya'ni sizlar kofirlar bilan urush uchun har qanday vaqt o'zida tayyorlik holatda turinglar u nima min quvvatin u nima quvvat ya'ni kofirlar urushadigan davomli kuchli quvvatni nima qilgan paydo qilgan davomli tayyor holatda turinglar degan nima gap bor shunga bizniki islom dinimizda g'ofilniki ziddi bo'lgan nima o'g'oq davomli hushyor turish nima gap bo'ldi tayyor bir ish kelsa uni qarshi man uni mudofaa turman deb tayyorlik turgan gap unda o'zikin bu namozniki o'qishning oldida ashtaq tayyorlik qilish kerak çok kerak buni tayyorlayacak men tartib bormi yo'qmi suv nerdan olaman qandoq qilaman hozir qancha vaqt hozir buni olsam ketdi qancha minut kelib qoldi qaysi vaqtda nayda o'qisam bo'ladi jamoatlarmi akish olgan bo'lsa men mushundoq qilish bu nima bo'ladi meni payg'ambar alayhissalatu vassalam deganidek meni o'lgandan keyin 7 odamga soya beradigan bir payg'ambar hadisi bor 7 turlik shuning ichida nima deydi bir odamniki qalbi namoz o'qib qolgandan keyin man namozni o'zini masjidda o'qiymanki qachon o'qiyaman deb davomli esiqib turdi bu nima bo'ladi men hech qanday bir 500 ming yil turadigan hech qanday soya yo'q bir kunimizda Alloh soya berib ularni undoq azob oqibat mushaqqatni saqlab qoladi degani bor hadis bor shuning uchun namoz kirish muhim namozni o'zini o'qidik unda onu bunu devamlı qilish kerak tayyorlik qilish kerak bu tahoratniki erishniki nemisi o bir odob axloqi ikkinchi shuki o'ltug'ay bu tahorat olgan odam istinjo qilgan vaqtning o'zida lam degan oyat nima lamning o'zi tavqid lamni deymiz illat emas tavqid shuki o'ltug'ay u odam istinjo qilgan vaqt o'zida qiblaniki o'ng tarafiga yoki qiblaniki sol tarafiga qarab o'ltirish kerak mana qiblaniki o'ng tarafi endi qiblaniki o'ng tarafi degan vaqtimizda o'ng tarafga qarab ya'ni bu odam kitob yozgan kim endi yamanda turib yozgan shaydi yamanda turib yozgan vaqtimizda qiblaniki mana o'ng tarafiga qiblaniki o'ng taraf qarshisiga sharq qarshi degan gap bo'ldi bu odam yamandagi yo'qondikin Yemen'de qaragandaki sharq qarshiligi gap u sol taraf qarshi Yemen'de turib Ka'ba qarshi qaraydi shimolga shimolning o'ng tarafi nima sharq va nima tarafi mana g'arb tarafi nima bo'ldi ma qo'limizning nima keladi sol tarafi keladi shu taraf qarshi degan gap bo'ldi bizniki
vatanimizga nisbatan bir odam istinjo qilmoqchi qandoq o'ltirdi odam qibliniki shimol tarafining o'zini shunamandi shimol tarafining o'zini mana qibla tarafniki o'zini o'ng tarafga qilsak qandoq bo'ladi bizning o'ng tarafimiz qilsak shimol taraf bo'ladi so'l taraf qilsak janub bo'ladi buni mush tarafga qilib nima qilish kerak istinjo qilish kerak endi bu yerda istinjo degan gap bor endi qolgan ma'nosini o'qisakmi istinjo degan nima degan gap istinjo degan gapning o'zi asl lug'at ma'nosi najvatda nima mushtaq Necvet degan nima degan gap bo'ldi? Necvi degan gap paskina degan narsa, ganda degan nima bo'ldi? Narsa bo'ldi. Endi buni istinjo degan gapning o'zi aşağıdaki paskinni yani ganda suydik paskin narsa kerakning o'ziga u odam nima qilaman, pokiz qilaman deb talab qildi degan. Istifala babida kelganni nima deymiz uni? Talab qildi degan ma'noda bo'ldi ya. Unda bo'lganki bu odamning o'zi oldi kaynida bir paskin narsa suv yuqib qolgan bo'lsa onu çıkarışını nima qildi talab qildi shu ishni shu qildi chiqadi degan nimada ma'noda bo'ldi istinjo qilish degan gap ya'ni shu badanda zot yuvib bo'ldik ammo tarassun duo vaqtida oldi kendi ashtab binas qilib qolgan bo'lsa uni chiqarganning o'zi nima deydi uni istinjo deydi endi uni chiqarishni qanday qiladi ham tövanda deydi mana bu shu istinjo qilaman degan vaqtida anda shu nima qilgan vaqtida men oldi yo'q shu yo toshdan urib davrimizdan ya qog'ozni hozirgidek ochtaqqan bo'lsa men ochtaqcho qibla oldini qilmaslikka yo kaynincho qilmaslik kerak qandoqki hojatnicho shundoq qilgandek endi shundoq qildi men bu odam munfarij bo'lgan holatda munfarij degan bo'lgan holatda munfarij degaman ya'ni kerilgan holatda ya'ni yeyilgan holatda degan gap yeyilgan holatda bu odam istinjo uchun o'ng'an emas qadr qaramay o'sha yeyilgan holatda nima qildi o'chanida undaq munfarij yani ichilib mana mundaq holatda nima qilsin uni mana ikki butun ornisa kengaytirib mushtaqchu rasmiy so'ngash yo'ltiniki nimaniki so'ngashning o'zi rasmiy bu odam nima qilgan sangiltib o'zi qo'yib mushtaqchu qilgan lekin shuki bo'g'ay u odam ro'z tutquchi bo'lgan ro'za tutib qolsa o'shandan qischa butun shu oldi orqani o'z ixtiyoridan qo'yib tas chiqib olsin deb undoq qilsak ro'zada bo'lmaydi deydi nimishqa chunki ro'zada undoq bo'lib qolgan bo'lsan tasodifiy suyuq bir suyuqga nasib qolgan bo'lsan u yerdan sirtqa chiqib agar uniki ichiga bir suv kirib ketgan bo'lsa nima ro'za buziladi nima qiladi ro'za buziladi men mush e'tibordan ramazonda qilmaysiz ammo uniki boshqa vaqt o'zida men shu istinjo qilmoqchi bo'lsak yoki nima qilib u jonni toza nima qilib nima shu qilamiz bu istinjoni chunki biz u kelgan paskinas chiqarib uni yo'q qilamiz degan unda lekin u yer tas siqib anadan yoki munfarij qilmay qo'yib o'zimiz qo'ymayotgan siqib unda qilsak andikin yilbida bo'lgan vaqt qanday qilganda chiqib andikin tartibimiz buzilib paski narsa namoz uchun o'qiydigancha bo'lib qolamiz Amma iza javazat mahracaha. Amma qachoniki endi bu mahrajni uytib ketmasa deydi. Yo'qi paskin narsa. Va shuki endi va yaxshida. Va shuki jug'ay u odam nijosatniki o'rnini nim qilay jug'ay. Nijosat o'rnini nim qilay jug'ay. Bu uchinchi odob bo'ldi. Ya'ni şu juğa adam nicasatniki o'rnichu nicasatni chiqirmiz nicasatnik o'rniga pastki narsa mesela suyduk bo'lib erlarga mana shu yilqi nimaga mana yilqi oq taraf o'sha yerda suyuq narsa qolsa o'chan o'zida boshqa pastki narsa bo'ladi u narsani qilamiz uni shu o'ltirib istinjo qilib uni chiqiramiz endi qanday chog'da qachoniki uytib ketmasa shu pastki narsa u jinosatning chiqadigan joyidir. Jinosat nima? Nijosatning pastki narsa chiqadigan o'z o'rni bor. Shu yerda yutib ketmasa, andikin uni nima qilamiz? Uni yutib chiqaryapmiz. Ammo qachoniki yutib ketsa, bu chiqqan narsa o'zi shu nijosatning chiqadigan joyidir. Qanday qilibdi? Ikki taraf surilib ketibdi, yuqib ketibdi, yo suv yo'qkan. Benim muşundak boz qanday qilamiz o'chani o'zida
va bo'lmabdi u yeyilib ketgan u nijosat bir dirham miqdori bo'lmabdi. Bir dirham degani nima? Kumush pul. Kumush pul degan dumbuloq bir pul va shuningdek bundacha yeyilib ketmabdi. Uçağınızda açtak olsa uçağınızda bunu yuyish sunnat. Nima u? Sunnat. Nima uchun buni yuvasa qilmamdi desa? Chunki islom dinida nimani osonlikni asosi yo'q qildi. Unda o'nki davomli açtak yuvsa, u binasi ish bo'lmagan azroq cho'q qilib qoldi degan. Unda o'nki mushkil, uni ko'gil olmaydi u yerda. Shung bu e'tibordan agar bir shartni qo'ydiki, dirham miqdori deb. Agar dirham miqdori va undan oz bo'lgan bo'lsa, uni yuyish sunnat deymiz. Ammo yuyinish sunnat. Va imkonat qadra dirhami pag'asu vojib. Vojibul. Va agar bo'lsa shu chiqqan narsa dirham miqdori bo'libdi. Dirham miqdori shu bo'libdi. Ya uni cho'ng'on bo'lsa, u chog'ingizda bu pastki narsa yuyishning o'zi vojib. Yumsa qat'iy namoz cho'q bo'lmaydi. Ya'ni farz degan cho'q gap cho'q bo'ladi. Endi va agar ziyoda bo'lsa, meni bu chiqqan narsaning o'zi endi dirham miqdori emas, va agar ziyoda bo'lgan bo'lsa, ya'ni ush bo'lgan bo'lsa, u chiqqan nijosat meni shu chiqqan joyning o'zidan dirhamningki miqdorini o'tib ketdi. Qarab bo'lsa, ikki taraf dirhamni bundoq qo'ysa farz qilamiz. U yerga bir kumush pul olib, bunda tanlab qilamiz emas, bunda taxmin qilamiz. Mana shu o'zi bilan bu ishning qanday ekanligini unda o'nkin u dirhamdan sal yengib kengayib ketdi. U yerga surkilib boshqa ketgan bo'lsa, u chog'ning o'zida buni yuvishninki o'zi nima farz. Nima? Chunki namoz o'qigan odamniki, men oldingi nima degandek, mana u odamniki namoz o'qiydigan joyi, badani, kiyimi nima bo'lishi kerak? Pokiz bo'lishi kerak. Pokiz kelish bo'lgan ekan, bu e'tibordan agar shu dirham shaklidagi narsa kerakning o'zi yo'g'on ashta elib ketgan bo'lsa, uni yumsa qat'iy bo'lmaydi endi. Ayada vojiblar farzning farqi, vojib degan gap uni yuvishimiz vojib. Agar yodida yo'q, ashta namoz o'qigan undagi qarsa dirhamchilik bo'lib qolgan bo'lsa, uchuni afu. Uni qayta o'qimisin bo'ladi degan gap. Shu namozning ichidagi bir vojib amallarning o'zini qilmay tatib qolsa nima bo'ladi? Uchonda sahva qiladi. Agar sahva qilsa, unutib qolib namoz o'qib salom berib ketgan bo'lsa, namoz cho'q bo'laveradi. Bu nima u? Endi bu farzdek nima? Dirhamdan yo'g'onib ketdi. Uchonda namoz o'qib qutib bu odam. Mana u qarsa, necha kuyishib ketdi, qarab qolsa, u yer qarsa, bir dirhamdan yo'g'onib ketdi. Yo'g'onib ketgan bo'lsa, u odam qanday qildi? Namoz o'qigan bo'lsa, uni qaytadan ayani yo'q, undagi taratni elib boshqadan namozni qilib u yerda o'qiydi deydi. Endi bu tarat erishniki bir nimasi o 4-chi odobi. Endi yana deydi, "Vayna şu odobi shudirki, ay yaxshilar degan gap, an yatahabaga atli." Vayna şu taratniki odobi shuki jug'ay u adam, u mahrajni hattoki pok qilsin, u odam u mahrajni nima qilsin? Pok qilsin. Naqqa yunaqqa deydi, nima qildi uni? Pokiz, oppoq mishtah nima qilsin uni? Pokiz cho'q qilsin. Men musha pokiz bo'lgan qadar nima qiladi? Juydi. Endi yo'q, bunda pokiz qilishda adadi masnun yo'q. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki sünnette belirtilgen muayyen bir san yok. Yani 2 qatar yok, 3 qatar yok, 4 qatar yok degan gap yok. Unda o'nkin bu yerdagi istinjo qilish, uni qilish maqsad nima? Uni pokizlash. Ba'zida men ayt suv yo'q ashta hudud chashki ash atrofga eqib. Ba'zida yo'q, masalan bir odamniki, masalan normal bo'lsa, u joy yuqishmaydi yoki ish tutib qolsa, masalan ketib ketgan bo'lsa, qo'yniki nemisikidan nemizgidek endi chiqadi. Kalıniki, qo'yniki qumligidek ashtaning qilgan gap chiqadigan gap. Unda o'nki ishni yuqishmaydi. Yuqishmagan uning uchun yumusim bo'lgan gap. Shunga bu yerda maqsad pokiz qilish o'nki muayyan bir sanchu lozimchu emas deydi. Endi va shunga o'xshashtir, endi yuqoridagi suvdan joyning o'zi nima qilish olgan bo'ldi? Uning uchun yub pokiz qilgan bo'ldi. Bu shunga o'xshash bo'ldi, yuqoriga o'xshash istinjo qilishda tashlayveradi. Endi buning davrimizda mana uning ustiga buning davrimizda ham tog'liq joy, tog' rayon
Hemmisi taş var ama bizim vatandakiler dangal u bilen şu yok. Bunda o anki u yer perkizleş neyse o andaki u yer taş bilen kısmı ben taşın yüzü o yer bir yer tiyip uçağımızda ağırlık oldu şunda. Hoşuma kıldan gel. Hem de şu ma taşın gibi de koyuş şu. Eğer taş bilen istenacaksa iş yukarıdaki çok bozuldu. Yukarıdaki olkanda men onunki bir dirhemden töven boğan bolsa onu taş bilen çıkırışın üzerine sünnet. Eğer bir dirhem miqdarı bo'lgan bo'lsa, onu uchun chiqarish vacip. Eğer bir dirhemden eşip ketken bo'lsa, onu yuvish farz bo'ladi deymiz. Balki nima qildi texe tashilan qavaqtida ashta qildi deb, balki silaydi o adam. Şu maq'atni oq tarafniki o'zini hattoki paqqay o adam ucayni. Ay paqqan kadar sürkep qancha bo'lishni qat'iy nazar. Ama Peygamber yedisi var, manç kata anç kadar. Şurada olsa mı? Aşo yetişimi 11. Yani acayip sanlı deyişte Peygamber Sam'niki bu yer pakiz kılanlar dedi. Onda ondan bu itibardan pakiz boğan kadar taşılan nimkırımızın uçağda eğitip ben açtak çoğu kırımız deydemdi. Şimdi istinca diyen şu. İstinca diyen ki şu. Onda ondan istincanınki üze bizdeki inlimizde alayda teres sindirip bulup onu diyeki suğudan juydigan müştah bilimimiz var, adetimiz var. Bu nait pakiz, nait yaxshi iş. Lekin şer'iydeki istinca taraf qilib bo'lgan deyinki ishlaydigan narsamiz shu. Taraf qilib bo'lgan qopmay turib, ya suvda, yoki nimada, yoki dangalda, yoki toshda, yo qog'ozda qildik. Qilgan bo'lsak, o'chog'imizda bu istinja bo'lib, o'choqda ikkinchi bir qatim agar pokizlik qotgan bo'lsak, suvg'anlik qilsa pokiz qiladi, qog'oz bilan. Ocağınızda ikinci bir kattan sudan alayda istinca kılışın haceti yok. Değil haceti yok. Ben o nimde haceti yok. Bu ya da bu istinca anın başka pakiz unudaki istinca kılında yine kataksa teresinde oğandaki o adam yani pakizini ise kim geçer ne yiyor hem pakiz paskını katıp uçak olan da bulmaydı. Hem de bizim rayonlarımızda ben aşıda çoğularımızın üzeri atanımız yani aşı o bunun kirip o işini kandım başka yani dangal işletizdi o anda o devrin üzerinden onu kandım başka ondaki su çıkıp ondaki o yerde istinca kılmayız dediğin o yer ayrı bir nersi vardı. O işini çok kıldı. Acayip nima o yaxşı iş yani. Oyunu şu ki sılgay o adam istinca kılan cayınınki üzerine bir lattı bilen nima kılgay sılgay şu cayının jüp boğan deyken şunun aldidiki o adam kup ketken. Kup uçuşun aldı jüp boğandaki bir lattını yeni tutup onu deyken az suda judukma onu deyken yani etip pakizlep şu müştakkay bu adab ahlak değil. Bizim rayonumuzu bağma bu umumlaştırma yap ama tungandı şu bak. Her İran kaldıkça tunganmış taşıyoruz kalite. Yani bunda o Allah sözüden kandağını tıximi pakizci bup ketdi. Umuştak çok kırış çok gerek. Eğer Feylem yakun ma'u khirkatun yücebbibuhu biyedihi. Eğer bulmasa o adamdan bir latı yok. Nemi yok? Latı yok. Mene nim kıldı o adam? Yücebbibu. Kurtudu o adam. O mekatini yüzün kulu bilen nim kıldı? Kurtudu. Yani ay kolu yönünü yok garip kolu bir amal açtak. Çünkü o nersi juğandayken uçan yölpetip kısak uçanızda kim o nersi tigip Andikin hem nersi olamaymış. Çok bu kalan yapıyor. İhtimal. Paskın nersi çok bu kaldı. Onun için şu jüp boğan deyki suğudan uçağı kanda kılışmak gereken ya ki Latı'da hazır devrimizde kağız var. Yani hazır daha uçağım gitti. Kağızla iletişimimiz çok gerek. Eğer o adam suğudan su işletme, soğumuş geliyor defa tabii iş var vandı. Eğer onda kılmayın kağızdan ada kıldığın bolsak uçağımızda kayıtta onu suğular yuşun ağacı yok. Neymiş o? Yok. Çünkü neymiş kan? Kağızdan bak pakiz kılıp yani bu riski etip açtak kılımız uçağımızı pakiz bu oldu. Yine pakiz bu olgandıkta onundaki su işletsek ne buldu o? Dürüst olmaydı o. Bunda şu. Yine bir anda adab ahlak şu ki yapkay o adam özündeki örtüne tüygen zaman o tarafta alıcı. Yani istinca adam istincanı tüketken amanı derhal öğretici yepişçi gerek. Beni öğretti ardında o şakıl içip adam tutmay derhal çünkü yepişçi gerek. Çünkü öğretme iç. Bu nimo? O haram.
Mana bu öğrettiğin bir adamniki en nima o muhim joylarning biri. Bu ikki bir yer ko'rishib bo'lmaydi, u öğret. Veyna yeni bir adab ahlak taraf ayrışta şu ki iyi olay o adam tarafni işiga üzü çoğu iyi olay. Yani taraf erişim işi yüzü kısın. Sonu çoğu tarafninki sonu yüzü alson, yüzü isson, yüzü kısson, şulamam deyip. Yüzü çoğu mışındak çok kısın. Kırıp işkiz bir adam yardım ındak çok kımız. Ama şundak çok kısın. Çünkü neymiş kan? Aş taraf aleminde bu adamın üzerine şu mağa tuğan, su isken, çapatat mağan emmi savak mağdı. Unda olan için biz muş ibadetini kırıp, namazga ibadetini, onunki şart olan taharetini kırıp, biz Allah'ın rızalık için savap verip, biz o dünyada bunun mükafatını görürüz diyendeyken, o canlıda bununki umumuz hem sıra işinki biz kılışımız çok gerek. Yani imkan, yaş müştak olsa. Ama o adam kandakken, biz ağırken, yaşlılık kapta, ölçü kılamayken, bu doğrunuzda yüz iyi olmay, o canlıda ikkinchi bir adamga so'kish beradigan, bunda so'l akib beradigan, yo'lab qilgan, biya qo'ygan bo'lsa, bu texim nima o? Yaxshi. Chunki payg'ambar alayhissalatu vassalammo qancha mush ishni qildi. Qanday qildi? Bir qancha sahobaning nimasi bor. Ana payg'ambar bir yakatda savol dedi, ma'qul dedim. Mughiratu sho'g'ima. Meni och sahobaning o'zi, meni ochda dedi, ma'qul dedim payg'ambar bir yakatda undiki keldi, andiki men so'lqish berdim, shunga payg'ambar tarrat oldi. degan mazmunda bir qancha sahobalar rivoyat qilgan hadislar çok bor. Benim mushda vaqtimizda u odamniki o'zi kasalkan, cho'nkan, uni qilolmaydigan, mushtaq bo'lsa uchoningizda mana uydagi balvoqilari, tuqqanlari, ayol bo'lsa balvoqilari eri deganidek, men mushtaq yordam qilish uchun yaxshi ish. Chunki bu yaxshi ish bo'lgandan keyin nima deydi Qur'oni Karimda? Va ta'avanu alal birri va taqvo. Meni yaxshi bir ishning o'ziga yordam bo'ling degandan keyin odam namoz o'qiyman degan bu nima bo'lgan bo'ladi? O yaxshi bir ish bo'lgan bo'ldi. Uning uchun uniki taraf elishi yordam qilishim o'zi bu nima? Nayt muhim. Alloh taolo buyurgan, ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan. Va burmag'ay u odam o'zi boshqasi burmag'ay. O'zi qism deydi. Voy ana akbar mana o'zi sog'lom turib. O'zing mijoz ubdan. Yosh, oshtoqdan ana akbar, mana akbar degan bir ishni unda ishni çok qilmisi oldu. Hem de hozirgi davrimizda unda bir ish yo'q. Taraqqi qilmay, cho'ng nima yezillar nimada shaharlarda. Hem de yezlarning asosi ochilib ketdi. Hammasi nima turib bo'lib ketdi. Issiq suv degani avtomatik olib ketdi. Suv uchun daxlisi ashad bo'lgan, shundoq bilan olib ketdi. Buning davrimizda suv yo'q. Suv akam sunmaydi, unda isitma sunmaydi qozonga, qujuq o't yakib uni degan Evropa kuşulgan gap, onu da apırgan gap, bu japalık işlendi. Bu tert alıman dep aşağı biçare de bir sonu kuşup bulgan gap. Hazır şu an hiç konuda japa yok ya. Hay apırıpla ben şu oburuna kirip, aşağı kirip hacatkanı. Şu tarafta asa korrup, soğuk tarafta soğuk su hem düşüdü. Şundak ibadetninki üzüme, hazır nüket tazer, alsalışıp gitti. Yeni birisi anladıyken, şu taraftinki adabı, Şuki oltuğay o taraf ağuçı, kıblığa altını kan halette, kalan azaları yuğavakta. Hem de aldakını öğreteceğini yuşta açtak kılıdı, açtak kış adab. Hem de onu kıp boğan diken, anlık bismillah de başlamda tarafını, anlık konuşup, ondaki nemeci kan diken, o canlı bu adet tarafını kıblı taraf karapçı erişçi gerek. Böyle bu, bir mümin Müslümanlarınki bir başkalarının okşamayga bir nemisi şuarı. Nimska? Çünkü bizniki mukaddes cay nime? Kıble. Çünkü en uluk cay, uluk ibadet olan namazı şu taraf karab nim kılımız, onu kırmız. Onda olan ki onun töven boğa işinin üzerine devamlı kıble taraf karabçı kılışımız çok gerek. Yani bu ibadet mi? Bu nime? Bu taraf erişim bir ibadet. Ondan yüzü onda olan ki bunu cezmen Mana o ayette ayetsimizde qarang degan bo'lmasmi? Shu adab axloq shu. Oshni qilsak nayt güzel şekilde qancha bo'lamiz. Yeni bir adab axloq mana nima tarat ağa adam tarat edish jarayoni shuki gap qilmag'ay u adam tarat elishniki o'ttirsida. Dunyoning gap bilan shu qilmasin. Tarat vaqt evat vaqtida tarat yugan qadar
O adam dünyanın gepini çok kımılsın, kımmasın üzerine o böyle adam. Nayet müsait, nayet yaxşı işleydi. Ama o jarayondan tövəndi keladi, dunyoga mansub bo'lgan ish emas, yo gap emas, oxiratga mansub bo'lgan bo'lsa, uni desakchu yaxshi. Nima deydi ana? Böyle teşahhud o'qiydi, u tarat olgan adam har bir a'zoni jug'ov vaqtini o'zida nima qiladi? O teşahhud o'qiydi. Ya'ni har bir a'zoni jug'ov vaqtida og'zimiz, burnimiz, yuzimiz, qo'limiz, putimiz, beshimiz degan vaqtida har bir oyatning her bir joyni işte jug'a vaqtida u yerda deydigan bir duo var. Yani teşahhud qavmi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Yoki eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mulku ve lahul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil mesir. Degan mushu nimani mushu o'qishchu kerak. Her bir azoni nimqa vaqtida, jug'a vaqtida. Bu adab nihoyat yaxshi. Böyle dua qilsin. O adam anda bir nimasidanki keldi o narsa asarladi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislardan, sahabeninki nimasidan rivayet qilgan so'zlardan, tabiinlardan ashta rivayet qilgan ashta asar hammasi yuzi chiqadi. Mana mushunda bo'lgan bo'lsa, o'chan o'za mushunda rasmiy nima qildi? Peygamber mana o'qigan, ana o'qigan, mana o'qigan deganda mana boshqa nima muhaddis olimlarningki kitoblarida bor. O'sha kitoblarda mana yuzni o'qigan vaqt Peygamber mana o'qiydi, qo'lni jug'an vaqt mana o'qiydi, og'zini jug'an mana o'qiydi, burni jug'an vaqt mana nasik avadan, putni jug'an vaqt mana o'qiydi deb mushunda nima duo var. Eğer mushu duoni yod edib u odam bilgan bo'lsa, u chog'ingizda mushunda duo qilish nima o nihoyat go'zal ish. Ammo o'qimiz bo'laver, chunki tarixda 4 xil narsa bor. Ash narsa qilsa Qur'oni Karimda namoz bo'ldi, namoz bo'ldi. Ammo buni tahlil güzelleştirmezsek, mushtaq qilsak nima o durust. Eğer onu bilmesek bu çağımızda ben teşavvut okuruz. La ilahe eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mulku diyenini muşinip kılmaz, onu okuyumuz. Ya ki onun orluğa biz bilgen zikir tesbih duaniki üzün okusak çok buludu. Zikir tesbihinin üzü, bana Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu degende kaçta zikir tesbihi var. Hem dualı çok var. Onu karşısına okusak, eğer mühendisini bilsek, mühendiske kıvatka işimiz maslaştırıp, benim aş duanı kılışı okusak, o çağda üzü tekimin imamı yaxşı. Hem de yeni bir adab ahlak, şu ki mezmez ağzını çakay o tarafta adam ve burnunu çaksın o adam yüzündeki nimisinden 10 kolundan çok müştak çok kısa. Yani sonun kolu da benim müştak 10 kolu edip onu dikin ağzı 3 kata yüz nimeti sünnetti. Onu dikin burnunu şu edip müştak kavakçı da 10 kolundan sonra edip müştak çok kavak. Ve dikin mişkilsin, deylen mehtem, mankını çıkarsın. Yani mişkurdu o adam, yüzdeki sol koluyla. O kolu işletmeydi. Çünkü mankı degen pastki nərsə adamlar, olğan. Bunda olğan ki, bunda bir nərsin üzrə amalda sol kolunu işletişiniz gerek. Ama yaxşı, updan, savab bulunğan, muştan nəskərənin üzrə Allah'ın Resulü'nü kıldırdıgan, bildirdiğin bunda işinizde nemine 10 kolunu işletişiniz demeye bu ebzel. Bu İslam dinimizde başka dinde yok. İslam dinimizde onun sonunki acayip nimsi var, fark var. Hem de işinki asası on taraf, on koldan başlaşı nim kıldı o, tavsiye kıldı. Ama sol taraf, yama işi olan olsa tizgendek, mesela pakiz emez, paskın neresi olan olsa mesela, onu kılması sol koldan, mesela o birinin sol kutudan kirimiz. İşte o değil, o kutudan çıkımız. Benim muşda işle o ama sol tarafta mı kılışımız şu, bunu tavsiye ediyor kıldı. Hem de yeni bir emdi adab ahlak şu ki misvakgay o adam misvakla. Yani ağzını jugay o adam misvakla ağzını çok juşçu kerek. Hem yukarıda misvak bu nimeti sünnetti. Hem de mayada misvak diyen aşo nima istaka diyen gapın sav yani misvak yacibet bu saka yasoku diyen gapın üzeri aş binasken çıkışı da nimkulda onu tishqi takkizib uni tishqi boshqa mang'izib boshqa qildi degan gap mana nimada buni istaka deydi yastaka degan ashtaq qiladi nima bilan misvak degan nima bilan daraxtniki shaxi bilan uni deymiz uni shu misvak qilgan daraxtniki shaxni misvak deydi arabchada misvak deydi
misvak degan aş daraxtning ismi shu. Shuning bilan nima qilsa, misvak qilish bu nima eng yaxshi ish. Ay nima yaxshi ish. Agar u odam uchun misvak bo'lsa shundoq. Endi bu yerda og'izni pokiz qilish. Shu vaqtda payg'ambar alayhisolamniki oy davrimizda yo nimani og'zini pokiz qilgan narsa shu vaqtda osh misvak bo'lib ketgan. Misvakchi bo'lib ketgan. Chunki nima bu islom nimada og'izniki burg'i degan pasqin qilish bak sesiq. Bu og'zining o'zi eng nima muqaddas deb ulug' joy. Men bu yerning o'zida namoz o'qiymiz, Allohning ismini olamiz, Qur'on o'qiymiz, zikr tasbih etamiz. Unda o'lki bu tarafda bu odamning nima bo'ladi? Firishtachi ketmaydi. Unda o'lki og'zimiz shu holada burab tursa, uniki Qur'on o'qisa, hammadan yeniki odamni hammasini qilib boshqa yerning o sesiq bo'ladi, ammo og'zining sesiga tanqul adi sesiq. Unda o'lki payg'ambar shu hadisning o'zida shu ba'zi olimlar misvak qilishni o'zi vojib deb payg'ambar ig'ir darajada degan so'zlar bor. Agar mutimga kelmasa, mushaqqat kelmasa, men har namozda buni misvak qilish uchun buyurdim. Deganidek, va undan boshqa noyatlar tarqib qolgan hadislar ko'p bor. Shuni qarab ba'zi ulamolarimiz misvak qilishning o'zi nima farz deganlar ko'p bor. Lekin bizning hanifiy mazhabda bu nima sunnat. Payg'ambar yo'l qo'ygan deymiz. Hamda nima shunday sunnat deymiz? Chunki vojib bo'lmasligini o'zi ba'zi vaqtlarda payg'ambar tarafdan misol ishlatilgan gap yo'q. Mana mushtamosh. Va agar u odam uchun mana misvak degan yiliq yog'och bo'lmasa, habil isba'i. Undaki agar u bo'lmasa nima bilan barmoq bilan qiladi deydi. Barmoq bilan mushtaq qovoq bizda mana buni nimasi bor. Mushtaq qilib, batarib, madaq qilib, shundoq qilsa uchanizda kishtigan hech bo'lmaydigan oyadiki yegan binaskarahninki shundoq rangini nimani uchun chiqirdi. Hem puraqning uchun chiqirdigan gap turib qolgan bir narsa bo'lsa. Buni shuni qilish uchun nima eng yaxshi deydi. Endi hozirgi davrimizda tish cho'tkalashning o'zi agar unda binosi bo'lmasa oshni qilganimiz nima yaxshi. Endi aqliy jihatdan gap aytqavozida bu cho'tka va qo'ldan nima yaxshi. Misvak qilish nimaga og'zidagi puraqni ağzımız, dişimizni pokizlab, puraqni keltirish. Unda o'niki qo'l unda qilolmaydi, uni ishlagan bilan. Ammo nima tish cho'tkasi degan cho'tka, uniki bunda nimani ichi kirib, o'chani turib qolgan narsa chiqarib, bunda qildi, bu nima noit afzal. Bak yaxshi ish bor. Vayna shuki, mana eng chikiyat qism u tarafda olgan odam og'zini yuvish va burnini suv tortib yuvishda chekiga qism, mubolig qism deydi. Mıdak olmay, tasson içi tatip, ağzı gar muştak qism deydi. Neymiş kan? Ağzımızdaki mesela 32 tane dişimiz olgan olsa, onun için binası isek ağırlık kirip kalsa tabii. Şuna bak dişinki buzuluşu, dişinki kutlayıp geçişi deyimiz, dişinki aşında boşap aşında çıkışını bir mənbəsi, ağız tazlığından ibaret olgan bu tazlığın için kımağanlıq. Kımğanlıq sebepli için boğan gel. Şu an neymiş kan? O dişte kirip kalgan bu sesiş, bu nesin üzerine neymiş oldu? Bu adamın ağzı yok. Yıvatkan nesin kerenin üzerine aşağı turup kalganlık bir mezgildeki uyağı o nesin can kirip, andaki onu yap, ağırtıp, dişini düşürüp, andaki onu bir minç pul kaçırtıp, başta ziyan için apırdan gel. İslam dinimizdeki talimat bilen kısınız, o çağda dişinizi bir yer mi apamayız, dişimizi ağırıp getirip demeysiz, kanda oğludan diken, dişinizi pakırap doğan, şunda adeti tutulan manda bir payda var. Şu İslam dinimiz mançur, kankep o ne? Bu talimatın hemmesi mışta çok payda var. Onda o diken, bu yerde beni ağzını çoğal vaxtında, mıdamda kumay ağzını yuştunki üzü, onu pakizleşi olan diken, tabi sonu toş erip deyden başlayımda, gar küçük kış kerek. Ondaki açıda uyabiyel kapağını taz oynap, onu çıkıyor. Şurada, burnumuzun çoğun istişak, burnumuzun su tatkalı, taz içlik dağıtıp, aşırı okuyup, içlik nasıl hemen çıkışken, manda pakiz oluş kerek. Yani bu talimatı kim deydi o? İslam dininden başka kabir din, kabir mesela tüzüm, kabir sesli müştak değil. Kim deydi o? Ukbaktı mı bir yerde? Yok. O da hayvan inşaatla okşaş yaşaydı. Hem keyingi devrimizde biz hem ki kalıp hem de bununki neyimiz ki bu karap basışında aşı
ağzını işiltip pur kurksa ya da bizni özümüzü konulaştırıp andık onu medeniyette açta erip mesela tertipçi bu kaldı. Hem de Niger şoku boğay o adam rozu tutkuş boğay. Rozu tutkuğa vaktinde sonu tazı tatip, gar kırıp, yoki ağ burnumuzun içi sonu cık tatip kısak uçağımızda, so eğer gıt titi kirip kalgan bolsa uçağımızda Ramazan ne boludu o buzup ketdi. İş bomuz ne boludu o Macron. Çok boludu anca. Hem wal mubalagatu fil medzalati qala ba'dun. Hem de ağzını yuşta taz çiki yetkizip kılış gerek dedik. Ve çiki yetkizip kılış ağzını yuşta dedi bazı ulemanımız. Ne mi dedi? Yan gargaratu dedi. Yani o gar kılıyor. Aş gar kılışın özü çiki yetkizip kanço bol diye dep nim kılıdı o karaydı. Hem de dedi Sedur Şehit diyen en kattan bir alim batı. Bu alimin özü bana şu yılki meşhur bo'lgan bir olim 537 shu dunyoga kelgan bir odam ekan shu vaqtning o'zida vafot bo'lib bu eng cho'ng katta olim shu odam dediki bu og'zini yuvgan vaqtda mubolag'a qilish degan gap suvni jiq qilishdir og'zini deydi hattoki to'ssin og'zi to'shqon qadar suvni jiq qilsak jiq olsak o'chog'imizda taz mubolag'a jihatda meni oshtoqchi qon bo'lamiz deb bunda tushuntiribdi lekin ba'zi olimlar g'ar qilsa suv shu mubolag'a qilgan bo'lamiz deb mushtaq debdi buni ekan ikki xil ko'z qarash shu bor ekan endi istinshaq buni suv elishda suvni tortishdir nafas bilan tiniq bilan shuni qanday qilamiz bundoq qilib suvni og'zini burnimiz elib deb nimadan havo bilan bir ichimizga tortimiz jazaba nima qilib tortdi degan gap hattoki o'rligay bu suv bizningki osho dimig'imizga manxir degan nima nahr ya'ni man chiqadigan o'shaga o'rligan qadar osh tiniqlar billa nafas degan nima tiniq oshlar billa unimqa suvni tatqay bu nima bo'lib istishoq bo'ladi bo'lmasa yo'q uçup bulmaydı değil. İşte iş bağlandı. Bak. Şimdi yeni bir adab ahlakı namazınki mana shuki kirgizgan bu odam o'ziniki barmog'ini o'ziniki ikki qo'lig'iniki ashu yumshoq tuyishigini ichiga masiqa vaqtida masiqada tunigini do'q majlis qilamiz deb ammo aşı qavatida bir qo'limizni başmarak qo'lini ishorat qo'lini bu bilib ichi qilib turib ashtaqcho qiso ashtaq mana malmada qilib oq yondirib ondik oqil madaqcho qison men bu nima odob nima tarix erishniki odobi deydi ikkinchi bir odobi shuki kirishtursin u odam o'ziniki barmoqlarga o'ziniki so'l qo'liniki sinchilaq barmog'ini kirishtursin ya'ni barmoqning o'zida yuqorida kirishtirimiz dedik tarat avval bo'lganlik bir-birimiz kirishtirmadan çok tuvasson dedik chunki nima degan vaqtida uning sababi dedik endi deydi kirishtirgan vaqtida amal bor agar manda qism bo'ladi eng yaxshisi sinchiroq bo'lib bins qinsir degan sinchiroq men mushta aşağı kirgizib mushta qilib men mushta qilib mushta o'tkizsin bu kirgizganlik bo'ladi deydi endi agar u qo'limizniki orlig'i nima kanri ekan endi hamma odamniki o'xshash olmaydi mush barmoqniki orlig'iniki o'zi ba'zi odamniki bundoq yepish bo'ladi ba'zi odamniki kanr bo'ladi hammasi o'xshash olmaydi ba'zi normal bo'ladi u chog'da u odamniki barmoqniki orlig'i yepish bo'lgan bo'lsa ashtoqchoq qilsin deydi böyle yeni bir odamning o'zi shuki bilan midrasin u odam o'zligini agar bo'lsa u o'zi kanr bo'lsa ya'ni arzuyimiz nima ekan kanr ekan bunda qo'limda midraydi ekan midirgan bo'lsa u odam taraf og'avatni midirib ketib suvni olib keldim deb mundoqcha qisir va agar bo'lsa u uzukniki o'zi taribdi chin tutib ekan u chog'da zohir rivoyatda bizning ashoblarimizdan bo'lgan zohir rivoyatda bizniki ashoblarimizga kim imom azam imom abu yusuf imom muhammadni zohir bizning ashoblarimiz deydi ya'ni mazhab imomlarning sohibi endi zohir rivoyatda deb endi bu yerda
rivoyatim ikki xil. Birisi zohir rivoyat, birisi zohir emas rivoyat deydigan o'sha bir rivoyat bor. Yani zohir rivoyat ekan bu ashoblarimiz rivoyatga uçup çoğmuş rivoyatda mana agar tar o'z qandoq qildi o'zini esa bundoq ekan. Lazımdır şu vaqtida shu o'zini midirtish yoki uni tatib etish. Tar olsa uni midirsiz deydi. Taratag'on yoki uni tatib etish deydi. Tat chiqib uni yub başlaq turgizib başlaq çok qilsin. Da başlaq çok bor. Men mushuni o'xshash zikr qildi muhit degan adam, muhit degan kitobniki sahibi o'ziniki al muhit deydigan kitobniki o'zi nima qildi? Men uni çok dedi deydi. Endi al muhit degan kitobning o'zi kitobning beshida nima qildik uni dedik. Men bu kitobning o'zini bir qancha shu ilgariki olimlarniki kitobida xulosalab edib, terib berib edib, men bu kitobga nima qildim uni yozdim degandi. Vayna shuki isrof qilmasin. Bu adam tarat erish jarayonida suvdichu isrofchi qilmasin. Bo'libmi hozirgi davrda? Burun davrida uçağınızda İvrik'te alsak aran suya kılmışlar kuşup çok kılıtı. Hem de hazır devrimizde mi? Neymi kılış gerek? Su'nu israf kılması gerek. Bu neymiş kan? Çünkü su degen bütün canlılıklarınki hayat medraydigan mahlukatların nemisi o? Menbesi. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ degan nima ayet var. Unda olarken bütün neskerahninki asası menbeyi hayatlıkninki meyip durduğun bu su. Su olmuş nima kılıdığını hemen ölüdür. Unda olarken bu çoğun bir nimet. Çoğun bir nimet olanike hemen tert aldım deyip apırıp şarap tüyküp unda kılış küçük bulmaydı. Unda olarken muşu su'nunki tarat ağa vakti su'nu israf kılış olmagan diken tarat ama başka işgal vaktinde su'nu uya bir tüyküp undaq yerim işik taşlap koyup biz bulup mu bizninki Uygur Müslümanların içinde bunda bir ahlaksızı var. Su'nu yüz bilgendikken ya onu hemen içmeydi ya kişigini çöp asli içmeydi apıp kişilerinde koyuyor. Bunu işkece edip işemde bu Kur'an-ı Kerim'deki nemizge mezmunluğuna zid. Kulu vaşrabu ve la tusrifu diye ayet küçük mümkünmeydi o doğrucu kemeydi. Ve eğer bolsa o adam bir ekvatkan bir östanlıki kırgıdıcı iken. Ve eğer çendiki deyimiz ama çendi deyin gel. Ve eğer bolsa bu tarat ağa adam böyle ekvatkan bir eriqniki kırgıdı bolsa mı o eriqi tarat ağa vaxtida onu qılmaydı, israf qılmaydı. Eriq onu şarap qılıb tüyük bundan çok qılmaydı. Fakat yetkide muştaqçı qılıdı deydi. İslam dinimiz meni Allah bergen nimetni mandaq hurmatlash va uni qadrlash, uni qimmatini bilishga muştaq nim qılıdı, tavsiya qılıdı. Uni qılıdı, tavsiya qılıdı. Uni kas-kanas ishlatib undaqçı israfxo'r haddidiz yan undaqçı qılmang deb. Hatta meni yaxshi ishni qilaman degan vaqtda undaq qilmang. Ammo undan boshqa normal ishning o'zida bulup bu bizim Uygurluğun içindeki aşırıdak mimandağçılık, men toy, vakaza işte çiğkidin aşırıvatkan, yivatkan yemekninki üzerine kışırıp ekip, ediz yazı kırıp, o şu doğuk bir herepni, hayvanı alıp tökkendek tüyküp koyup, andaki bunu da yap koyup, da iş gitti var mı deyin. O şu yivatsak, numus kıldı, yakşı köptü deydi kandak, men aşırıdak dışarıda kıvatkan, bu tüptü nime aram. Hem de neyim için kıvatkan deniz, deryanızdaki kırgıdı olsun mu, o adam tarat ağa israf qılmaydı dese, nemersin cəhdik rivayet qıldı, Peyğəmbər şunlar, Peyğəmbər soraldı. Aya tarat erişdə israf var mı? Deb soraldı. Sorğan Peyğəmbər nə dedi? Na'am. Velav kunta ala zibbati nehrin carin dedi. O eğer çenti ki sen iqvatkan östanınki kırgıdı olsan mı, aşağıda tarat alımın deb aşağıda uşquşu ağının şundaq işitip koysan bu israf oldu dedi. Bu ne dedi Peygamber bunu israf oldu deb başlaqçı dedi. Men bu esin üzerinde İbn Majah rahmetullah aleyh bunun için rivayet qilgan ediz. Unda olarken muşundaq degan yan üzerinde başka yan üzerinde mana israf qilishni yemek içmek başka narsa qanday qildi ekan? Hem yorguna. Yine
shuki yine adab axloq shuki mana shoshmasin u odam suvga nima qilmasin boshqa bir narsa kerakni suvnichu undaqchu chechib undaq suvga opirib boshqa bir narsa to'kib qattara yo'qotib taqdir tevitib temitib bunda bir ishnichu qilmasin ya suvni temitib bunda bir ishni qilib ha temitsam ishni bo'lmaydi deb undaqchu qilmasin ya'ni suvning o'zida aşağı nima qilyapti boshqa yerga chiqarib uni undaqchu qilmasin deydi Vayna shuki to'shqasson u odam yana bir odob axloq o'ziniki tarat oldigan qochisini ikkinchi qatimliqqa tarat olaman deb ya'ni ani tugib bo'lgan bo'lsa ikkinchi qatim meni tarat olaman deb qochining o'zi nima qilsin deydi meni to'shqib qo'ysin deydi meni mushundoq axloqni uchun o'gitadi yana bir mana odob axloq shuki tug'ay u odam taratni tamomlaganda yoki taratni elish jarayonida yani elish o'ttirlarda hilol degan o'ttirsin gap yani elish jarayonida mana nima degan tovanki duoni shu degan tarat tugan tugan vaqtida mayli yoki tarat evatqa vaqtida yoki oyat degandek har bir azon tugan vaqtida duoni qil nima der Allohumma jalni minat tawabin va jalni minal mutatahhirin va jalni min ibadika solihin va jalni minal lezina la khawfun alayhim va lahum yahzanun degan mush duoni chu qısa. Bunu Arap'ta okusak, mesela okusak yaxşı. Bu misal onunki Arap'ta bilmey, onunki Uygur'da okusak çok umucu buldu. Uygur'da hemen. Ya Allah, meni tövbe kılan kişilerini katardın kısıla. Ya Allah, meni pakiz bulungan, pakiz kişilerden, mesela hem nesin yüzü pakiz bulalaygan, mesela pakiz yüzü tutalaygan, pakiz kişilerden çok kısıla. Ya Allah, meni yaxshi sizlarniki yaxshi bandalarni çok qilsalar yeni birisi vaynim bizni vaynim meni mana hech qanday bir qo'rqinish g'am qilmaydigan mo'min musulmonlarning qatoridan qilsalar degan mushu duoni bo'lsa har bir a'zoni o'qigandan keyin ya'ni yug'gandan keyin yoki tugab bo'lgandan keyin mushuni qilish odob axloq jami odob axloq veli shuki degan u odam yeni bir odob axloq taratni ib bo'lgandan keyin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمد عبدك ورسولك deb mushu gapni digay nodiran qolgan holatda osmonga qolgan holatda mushni desin deydimdi endi bu degan duoni masima subhanakallohumma degan gap ey Allah Seni her kandak eyip nuqsan ve acizlik dıvatkan muştaq nəsidin məslinim qılmaya pakizleyimi. Seni onu deyime pak. Ben onu şahit. İyi Allah, şuna şahit. İyi Allah, silge bütün hemdinin hemmisi şu silgi çok layık. Seni hem yetişilen muştaq çok kılmen değil. Yine mi de güvalık vermen, şuniki cezben sildim başka hiç kandak bir ilah yok olup sil yalğız Sınıfı hiç kandak nimeleri yok, ortakları yok. Silikmen istikbar etmen, silik tövbe kılmen. Ve şunu kuvalık vermen ki cezben Muhammed Aleyhisselam sınıf elçileridir ve sınıfı peygamberine sınıf bendileridir ve sınıfı elçileridir diyen nimboluduk yapıldı. Yani bizniki Arap'ı okuyan olsak belki yaxşıymış, yad edişimiz gerek. Yad edip olgan kadar onunki Uygurça olgan olsa muşlu ağzımızda bir muşta kısak nimboludur, umnaki yaxşı olur. Ve yine şoku ukay o adam ay tarat ip boğandın ki inna ensallahu diyen söre kadrini Leylatul Kadr ne mukso onu ukso. Bir katım ya iki katım üç katım işte ukso. Neydi bu ne adab ahlak taratın. Ve şoku isin o adam yüzdeki ağan taratın iş bağını için isin. Hem tarat aldı mı? Tarat ağan diken o taratniki nemiz iş bağıya kaçıda. İş bağın şunun için ne mukso onu taharet suyuniki iş bağın isin. Bu yerde vudu dep gelse vaniki taşılan taharet oludu. Vaniki ziberden vadu'un dep gelse taharet suyu diyen çok yapıldı. Mine müşte isin qargan halette kıblige. Kıble qaraptır müşün çok isin de. Ve disin ya Allah bana seniki şifa verişinden meni her kanda kesilden meni sakaysılar. Ve meni davalsa seniki darılır olan. Ve meni saklasa her kanda gem, kesel ve her kanda ağırlıkniki üzerinde meni nimkisa saklısılar diyen nime ki. Benim muşini çoğu düşsün değil.
O lekin makro qilindi şu vaqtida ichish o'ltirdi. O'ltirib ichish nima makro. Lekin makro emas ma'ruf. Tarat ep bo'lgandan keyin ichib qolgan suvni ichish o'ltirib bu makro emas. Shuningdek zamzam suyini ichishning o'zi nima emas, o makrochu emas deydi madem. Endi bu yerda bunda deyishning sababi endi payg'ambar sallallohu rivoyat qilgan hadisda ikki xil. Suvni ichishniki masalasida bir xil hadisda payg'ambar sallallohu o'ltirib ichgan degan masalan Ali roziyallohu taolo anhuniki hatto o'z ko'rsatib mushta suvni ichib tarat ep bo'lgandan keyin o'rib turib ichib bunu madaq deyishim sabab mushundaq bir joy adam var bunda o'rtirib ichish bo'lmaydi deydigan men shuni ko'z qo'yish uchun mushtaqchi ichdim. Men buni payg'ambar qandoqamiz men shundoq qildim degan nimoyis bor. Buni asosan ikki xil nima ko'z qarash bor. Ba'zilari o'rtib ichsak bo'lmaydi deydi. Ba'zilari o'rtib ichsakmichu bo'ladi deb qaraydi. Endi o'rtirib ichishning o'zida ba'zi olimlar mush tarixdan keyin min birisi haramdan kelgan zamzam suvi yoki shu yerda haramda zamzam suvi ichmoqchi bo'lsak bu çağımızda bunun için örtüp issak çok boludu dep nima qiladi o qaraydi. Ve yine adab ahlakının biri shuki ulg'ay u adam shu tarixga ya yuqori o'qigan duoni o'ziga duoni o'qib oldi ya nazalani va duolini tarix etib bo'lgan ekan. Ulg'ay bu adam mesela yesilan. O adam shu narsaga subhini bir nafl namoz uchun o'qig'ay. Oxirida duoni bo'lgan ekan. 2 rekat namoz uchun o'qisin. Bu nima o? Nəhayət yaxşı. Subh degan nima nafl namoz degan. Migar shuki bo'lg'ay, men u namoz o'qigan vaqti makruh bo'lgan. Kun chiqib turgan vaqtida, kun toz jim tushgan vaqtida, kun o'tirib turgan vaqtida bu namoz o'qish makruh. Men u chaqda o'qmay, boshqa yerda ashtaq taratib oqidim qolgan bo'lsa, duolarni o'qib, undan keyin 2 rekat namoz o'qib qilsa, nima afzal. Nima o? Nəhayət yaxşı ish. Adab ahlakçı muşu değil. Yine bir adab ahlak şu ki tarat ağay o adam taratın üstüge. Bu ne o? Naik uptaş. Nimişkan. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü rivayet kılan. Böyle bir adam taratın üstü tarat ağam olsa bir o adamniki taratın ne oldu? Nurun üstüge nur oldu diyen mezmunda ne var? Elisi var. Onda o ki hemen taratın bağ. Hem onun yine bir tarat olay dese yine bir katata tahimi pakiz olan ki. Bunu karta andiken bunu resmi işkence kılıp müştaklıkken boğandık bunu karta Allah Teala men aş niyeti bagendiken innemel amel bir niyeti geldiği kasada niyet aşta olan bunu karta yeni sevapçı bezanken. Bu canın bulmaydı o israfçı bulmaydı bu ibadet. Şoma bir ibadet. İbadet olsun yeni bir kata işletti demeyimiz. Bu ne o? Peygamber'e müştak kıldı diyen bu israf bulmaydı bu tehim katta sevapçı buludu. Men bu işte kısak uçağın üzerinde namazniki adab ahlakını doğru bir şekilde per sünnet bo'lgandan keyin ondaki doğru şekilde qilgan bo'lib tariximizni güzel, chiroyli, joyida qancha bo'lamiz deydi. Shu bilan men hozirgi namozni tarixniki adab ahlaki degan bu darsning o'zi nima qildi hozir tugadi va oxirida ona alhamdulillahi robbil alamin. So'raydigan gap borki, Mustafa. mana bu 23-betga